Adolat. Adolat. Ha, dadasi? Sen men barsetkamdan pul olmadingmi? Ha, oldim. Nimaga? Bitta chiroyli ko'ylak ko'rganimda shuni olmoqchi edim, maylimi? Iye, chiroyli ko'ylak ko'rsang, beso'roq barsetkamdan pul olib ishlataverasanmi? Ha, Joyiga qo'yib qo'ygin pulni. ko'ylakchi. Menga sani ko'ylaging nima qizig'i bor? Xafa bo'lib qolsam-chi? Xafa bo'lsang bo'lar. Narigi barsetkam ichiga pulni qo'yib qo'ygin. Men bitta gapiraman, bilasana? Hmm. Ayolning ehtiyoji tushgan narsa shariat ruxsat bergan narsa bo'lsa, Assalomu alaykum. zarurat va Alaykum assalom. erga bildirmay shu narsa uchun pul olishi yoki xarajat qilishiga ruxsat berilgan. Ayol kishi padarkani yaxshi ko'radi. Enim deb o'ylasangiz, eri shirin so'zli bilan gapirmasa, mehr bermasa, padarka bermasa, u xotin bechora qayerdan oladi padarka? Kim bilan romantika qilib o'tiradi? Kim bilan? Mana ayt. Islomda romantika bor. U Faqat er rozi emas, xotin ham rozi bo'lish kerak. Xotin ham yashayotgan rozi bo'lish kerak yashayotganda. Kuyovlar bo'lsa bilib qo'yinglar. Men rozi bo'lar ekanman, keyin bitar ekan, ham men xohlaganman. Siz uni kechirasiz, kamchiligiga ko'z yumasiz. O'zi kamchiligingizga ko'zini yumadi, keyin oila bo'ladi. Ideal qari ekan, birodarlar. Shu joyda tinchlik bormi? Ideal xotin Nima bo'lmaydi. qildim sizga? Chunki ideal erga o'zi yo'q. Robbimiz Adolat. aytyapti. Ular bilan Xudo xayringni bersin sana. tinch va totuv yashaylar. Mana, Garchi sizlarga ba'zi fe'llar o'z-o'zingga. Faqat meni tinch qo'y. Hop. Shu joylarda tinch o'tiring.